Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana yangi kanalning birinchi videosi. Yangi o'yin Melbet kontorasida depozit 37 million. Hech qanaqa promo kodlarsiz oddiy o'yin ko'ramiz. Birinchi o'yinimizni kristaldan boshlab olamiz. Boshlanishiga 3000, 3,5 mingdan. Qani bir ikkita strategiyalar sinab ko'ramiz. Hozirda bizga 4 marta yoki 5 marta mag'lubiyatsizlik kerak. 4 marta yoki 5 marta mag'lubiyatsizlik bo'lsa, shunda stavkani ko'taramiz. 0.3 koeffitsiyentlarni berib turibdi. Bitta mag'lubiyat beryapti. Mag'lubiyat kerak. Yoki 1,5-2 koeffitsient orasidagi koeffitsiyentlar kerak bizga. 1.8, 1.05. Qilgan depozitimiz yaxshi. Xo'sh. 0.3 omadsizlikda 2 0.8 yana o'ynaydimi? 0.5 qizillarchi? Qizillar o'ynadi. Yaxshi. 0.8, 0.5 2 koeffitsient oshib ketdi-da. 0.3 pushtilar o'ynaydimi? Yashillar o'ynadi. Xo'sh, 0.3 koeffitsient orasidagi koeffitsient bo'ldi. Xo'sh, hozir 150 mingdan depozitimiz yaxshi. Ketdik. Yaxshi, lekin mayda koeffitsiyentlar. Yana yaxshi 1.7 3 koeffitsiyentimiz bor. Pashta 3 koeffitsient. Yaxshi, kattaroq koeffitsient ber bizga. Yaxshi. Agar shu ikkita urinishda ham yaxshi koeffitsient